Jo'rabek aka, nimaga aynan mana shu proyektdan investorlar uy sotib olishyapti Dubayda? Hop, bu Times loyihasi rayon Silicon Oasis hozirda juda rivojlanayotgan rayonlardan biri. Hattoki Silicon Oasis hozirda Dubayda 2040-yilgi master planida ham joy olgan. Ya'ni davlat plani asosida, Davlat planida asosida qurilayotgan rayonlardan biri. Chunki davlat o'zi investitsiya qilyapti bu rayonga. Chunki 5 ta asosiy rayonlardan biri hisoblanadi Silicon Oasis. nimani evaziga? Silicon Oasis bunda IT markaziga aylanadi. Ya'ni xuddi haligi Amerikadagi, Kaliforniyadagi Silikon vodiysi kabi xuddi shunday xususiyatga ega bo'ladi. Ya'ni yirik texnologik kompaniyalar aynan mana shu yerda o'zlarining qarorgohlarini joriy qilishadi. Xuddi shunaqa. Chunki davlat plani xuddi shu. Chunki davlat o'zi bunga milliardlab investitsiya qilyapti bu rayonga, ko'proq IT va AI kompaniyalarini olib kirishga. Ba'zi shunaqa mish-mishlar borki, Elon Musk o'zining kompaniyasi, ya'ni AI tadqiqot kompaniyasini ochish, akademiyasini ochish plani ham bor. Hali tasdiqlanmagan. Elon Muskning kompaniyasi demak mana shu yerda asos solinishi mumkin.